Bu o'rmonda yana nima qilib yuribdi ekan? Nimanidir yashirib qo'ydi-ku. Hozir ko'raman. Men umuman kutmagandim bu boladan bunaqa narsani. Nima ekan? Qanaqadir, shkaf turibdi, ichini ochaychi. Nima? Shuncha narsa. Qayerdan keldi? Qayerdan olgan pullar va qadrli tomoshabinlar, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmanglar hamda oxirigacha tomosha qilinglar. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Drix va yangi videoga xush kelibsizlar. Gap shundaki, men o'g'riman. Men shuncha vaqtdan beri katta o'g'ri edim va bugun sizlarga ishimni ko'rsatish vaqti. Mana bu yerda meni narsalarim turibdi, har xil instrumentlar va albatta to'pponcha. Bugungi meni o'ljam bu to'g'rimdagi katta uyda yashaydigan qo'shni. Uni juda ham ko'p pullari bor. Buni menga bir jitel aytdi. Men unga ishonaman va bugun uni uyiga o'g'irlikka tushaman. Ko'rib turganingizdek, u hozir ketyapti va kunduz kuni hamma narsasini olib chiqib ketish uchun bizda juda ham qulay. Xo'sh, shkafdan nimadir olyapti shekilli. Tak. Qo'lda nima bor? Kalitmi? Yaxshi ko'ra olmay qoldim. Kim ko'rgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsin. Yana ham ko'proq o'g'ri hayoti chiqarishimni sizlar nima qilishni bilasizlar. Ungacha esa hozir biz mana bu bug'doylarni terib olishimiz kerak. Chunki bug'doylarni terib merga olib boramiz. Pullar juda ham ko'p uni uyda. Ular yo'qolgandan so'ng albatta qidiruvni boshlashadi va men aytamanki, men shunchaki ish qilib yurgandim, hech narsani ko'rmadim deb. Mer esa tasdiqlaydi. Menga narsalarni olib kelib berdi deb. Gap shundaki do'stlar, bugun yakshanba kuni dam olish qishloqda. Shuning uchun ham mana hamma fermalar o'z holicha turibdi, hech kim tozalagani yo'q, men esa tozaladim. Tak. Mer uyda bo'lmasligi kerak. Janob mer, uydamisiz? Janob mer uyda yo'q. Ajoyib do'stlar. Bu bizga juda ham to'g'ri keladi, chunki hozir mer o'z ishlari bilan qishloq atrofida yuribdi. Biz esa instrumentlarimizni olib hamma narsani ko'tarib chiqib ketishimiz vaqti keldi degani. Tak, u yerda qulf bor va signalizatsiya. O'shalarni buzishimizga to'g'ri keladi. Yana u yerda aytishlaricha $100,000 yashirilgan ekan. Ana shuni topishimiz kerak. Shkaflarni birida bo'lishi ham mumkin, lekin bu uy boyniki bo'lgani uchun aytgandek signalizatsiya bor. Xo'sh, hech kim yo'qmi? Yo'q. To'g'ridagi ko'rinsa ham o'yinchi yo'q. Yaxshi. Hammasini o'shani bo'yniga qo'yib yuborishimiz kerak. Tak, hozir ochamiz, buzamiz va bo'ldi. Tak, yaxshi ochildi. Endi esa eshikni buzishimiz kerak. Qulfini hozir shunchaki arralab tashlaymiz temir arra bilan va bo'ldi. Hamma muammo hal. Mana shunday qo'yamiz va ichkaridamiz. Ajoyib. Tak, bu yerda nima bor ekan? Televizorning to'g'risiga turamiz, shunda uzoqdan ko'rmaymiz. Qoyil do'stlar, mana o'sha $100,000 va ikkita izumrud. Stak izmurud qoyil. Bu yerda esa telefon qoyil qimmat telefon turibdi. Bu yerda esa instrumentlar. Tak, nima? Bolta yo'q. Bolta kerak emas menga. Qani ko'raylikchi, tomda nima bor ekan? Nima? Reshotka turibdi va buni qaranglar, seyf. Chin ursin. Bunaqasini kutmagandim. Seyfni ichini ochishimiz kerak do'stlar va yaxshiyamki menda instrumentlar bor. Xo'sh, buni ham hozir qulfni ichini ochishga harakat qilamiz va davay buzishimiz kerak. Yaxshi. Hozir endi buni ham aralab tashlaymiz va ochiladi. Davay bo'la qolsangchi. Ochildi. Qoyil do'stlar. Muammo hal. Endi esa seyfni o'zini ochishimiz kerak. Qutilar bo'sh ekan. Okey, qani. Seyf yopilgan, lekin uni ham ochish oson. Tak, hozir sindirib tashlaymiz va arralashni boshlaymiz. Davay tezroq bo'la qolsangchi. Chinsan ochilmayapti. Ko'proq kuch sarflashimga to'g'ri kelgan. Davay do'stlar, hozir ochildi va ichida chin ursin til taqinchoqni ko'rdim va oltin, chin ursin. Ko'ryapsizlarmi? Oltin revolver, qanaqadir xanjar. Qo'yil do'stlar, bu hammasi juda ham katta pul va bularni hammasini hozir olib ketishimiz kerak. Sekin chin ursin. Bu kim bo'ldi? Uydamisan? Hey, Stan, och eshikni, gapim bor edi senga. Stan? Balki ketgandir, ketaman deyotgan edi-ku. Aytgancha yakshanba kuni ishim bor shaharda degandi. Nima qilamiz endi? Bo'ldi endi. Kechroq kelarmiz, qaytib qolar. Hozir ketdik. Do'stlar, rostdan ham. Buni qaranglar, ikkita jitel ekan. Jin ursin, sal qoldi qo'lga tushimga. Yaxshi. Mana bu ochiq turgan eshikni ko'rishmadi degan umiddaman va bo'ldi. Hammasini o'z holicha qoldiramiz va ketdik do'stlar. Sekin. Tak, yaxshi. Uyga hozir esa mer allaqachon o'zini uyiga qaytgan bo'lishi kerak. Epladik do'stlar, katta pullarni olib chiqdik. Endi esa ularni mana shunday verstakni tagiga yashiraman. Buni qaranglar, qancha pul. Bo'ldi. Instrumentlar va to'pponcha ham hammasi kakras sig'di. Yaxshi, bo'ldi, ishni epladik. Endi esa mana bularni merga olib borib berishimiz kerak va o'zimizni yaxshi tutishimiz kerak. Odatiy shunda u sezib qolmaydi. Qani ketdik. Tak.
Xo'sh. Janob mer, ha, men sizga bug'doylarni mana olib keldim. Bugun yakshanba-ku. Ha, endi ishlagim keldi-da, juda ham ko'p uzoq ishladim. Deyarli 3 soat mehnat qildim. Ha, 3 soat. Ha, men ketdim undan. Bo'pti. Bo'ldi do'stlar. Mer bilib oldi. Bu yerda juda ham ko'p mehnat qilganimizni va endi aniq bizdan shubha qilmaydi. Bunga ishonchim komil. Endi shunchaki kutish qoldi xolos. O'zi arzimagan narsa ekan. Shuning uchun ham shaharga chaqirishdi. Ha, axir yonimga jitellar kelishi kerak edi. Mana bu mashinani unga sotishim kerak edi o'shalardan biriga. Endi esa, mayli, yo'qligimdan foydalanib fikrlardan qaytib qolgan bo'lishsa kerak. Nima? Bu yerda nimaga eshik ochiq yoki o'zim ochiq qoldirganmidim? Ha, taksi signalizatsiyasi nimaga o'chirilgan? Tushunmadim. Kimdir buzganmi buni? Bo'lishi mumkin emas. Tak, umid qilaman. Ha, hamma narsamni olib ketishibdi. Faqatgina seyfga tegmagan bo'lsa bo'lgani. Seyfga tegmay. Chin ursin, ochiq seyfni ham buzib ketishibdi-ku. Bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilaman? Yo'q. Tak, o'ylasdan. Nima qilishim mumkin? Kim o'g'irlagan bo'lishi mumkin? Bu yerda aniq o'yinchi ishlagan. Chunki shuncha narsani faqatgina o'yinchi buzishi mumkin. Hozir mer. Janob mer, xasdan kel. Bilasizmi bunga nima bo'ldi? Hamma narsamni o'g'irlab ketishibdi. Hamma narsangni? Ha, pullarimni, telefonni, oltinlarni, sizni oltinlaringizni ham, menikilarni ham, hammasini. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Menga ko'rsata olasanmi? Albatta. Borasizmi? Ha, borib ko'raylikchi. Aniq o'yinchi qilganmi? Albatta. Signalizatsiyalar buzilgan, rishotkalarni arralab tashlashgan. Xulos bu yerda aniq professional ishlagan. Qani, yurchi ko'raylikchi. Qanday kiribdi o'zi? Bilmasam, shunchaki signalizatsiyani buzgan orqa eshikdan. Ha, hozir ko'ramiz. Qani? Ha, rostdan ham. Ha, mana bu yerda ha, hech narsa qolmabdi. Tepadagini ham olib ketishgan. Bilaman, seyf turgan edi. Ha, endi nima qilamiz? Chin shuncha pul. O'ylash kerak, hech narsa qolmabdi. Xo'sh, boshda aniq o'yinchilar qilgan. Men ham shuni aytaman-da, qulfni buzishgan. Ha, seni to'g'ringdagi qo'shnichi qaysi? Mana bu yerda ko'zinsida yashaydi. Ha, lekin yana boshqasi bor-ku, kichkina uyda yashaydigan. Ha, kichkina uyda yashaydigan bor, lekin u juda ham yaxshi yigit. Bugun ertalab bilan mehnat qilgandi. Men uni ko'rdim. U o'g'irlay olishi umuman mumkin emas. Ha, keyinchi shuning uchun ham ko'rishimiz kerak. To'g'ridagini. Ha, politsiya chaqiraymi? Da, tezroq chaqiring. Bo'pti. Men hozir chaqiraman, sen esa qarab tur. Kelib qolsa gaplashib tur, xo'pmi? Xo'p, chalg'itib gapga solib turaman. Chin ursin. Shuncha pul. Endi nima qilamiz? Axir u yerda butun qishloqning pullari bor edi. Hamma fermalarning pullari. Mayli, qani, hozir o'yinchi kelsinchi. Eshik ochiq turibdimi? Ha, balki o'zim kirib qararman, ha. Ko'rishimiz kerak. Tak. Xo'sh. Yo'q, bu olmoslar meniki emas. Bu yerda instrumentlar, yana nimalardir turibdi. Ha, pechkani ichidachi. Xo'sh. Nima? Oltin revolver. Axir, jin ursin. Hammasini shu qilgan. Aniq shu qilgan. Xo'sh, politsiyani o'zim chaqiraman. Allo, politsiya eshitadi. 16-qishloqqa kelinglar. Bu yerda o'g'irlik sodir bo'lgan. Oltin va pullarni o'g'irlab ketishgan. Juda ham yordamingiz kerak. Ha, tushundik. Hozir boramiz. Nechinchi uy? 9-chi. Ha, hozir boramiz. Katta rahmat. Ana bo'ldi. Endi o'g'ri qo'lga tushadi. Hammasi uchun javob beradi. Shuncha pulni qishloqliklarning, oddiy odamlarning pulini o'g'irlab ketgan. Ha, politsiyaga qo'ng'iroq qilyapti shekilli. Bilgandim hammasi shunday bo'lishini. Xullas do'stlar, men xo'sh, bo'ldi, videoni olib bo'ldim. Yaxshi, kamerani bu yoqqa olamiz va endi ana bu oltin revolverni chin ursin to'g'ridagi ko'zinsida yashaydigan o'yinchini uyga tashlab kelish kerak. Ha, oltin revolverlar albatta qimmat turadi, lekin ozodlik undan ham qimmat. Shuning uchun ham revolverni o'sha yerga tashlab qo'yaman. Tak, mer ko'rib qolmasman, sekingina bo'yin egib o'taman va bo'ldi. Hozir uyga tashlayman. Tak, bu o'yinchi ham uyda bo'lmasligi kerak. Ha, uyda emas, yaxshi. Pechkani ichiga qo'yib qo'yaman. Yashirilgandek turadi hammasi. Ajoyib bo'ldi. Endi esa tezroq qaytish kerak. Tak, sekingina bosh egib o'tamiz, mer ko'rmasin. Bo'ldi. Ana endi hech kim meni bo'ynimga qo'ya olmaydi. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Men ana u boshqa jitelni podstavить qildim. Endi uni qamashadi. Men esa shuncha pullarni o'zimga olib qolaman. Qoyil va endi bir necha shunaqangi katta o'g'irlikdan keyin nihoyat shaharga qaytishim mumkin bo'ladi. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldiringlar. Serial sizlarga yoqyaptimi? Agarda yoqayotgan bo'lsa, uni albatta davom ettiraman. Ungacha esa biz izlarni yo'qotishimiz kerak. Mana bu shkafni olaman va shuni ichiga narsalarni yashirib qo'yaman. O'rmonga olib borib, mana bu yerga saver stackning tagiga telefonimni qo'yaman. Shundagina kimdir tekshirsa aytishi mumkin bo'ladi. Telefon meni eng qimmatli narsam. Shuning uchun uni yashirib qo'yganman deb. Ungacha esa mana bu yerni albatta topishadi. Chunki politsiya albatta qolgan oltinlarni va pullarni topish uchun hamma yoqda tekshiruv o'tkazadi va bu joyni topib olishlari kerak do'stlar. Men o'zim xohlayman ana shu versaktagiga turgan
narsalarni topishlarini. U yerda axir telefon turibdi. Oltinlarni esa biz o'rmonning ichkarisiga yashiramiz, hech kim ko'rmaydigan joyga va hammasi tinchib ketgandan keyin shunchaki pullarni olamiz, yana ungacha o'g'irlagan narsalarimizni ichiga qo'yamizda shaharga qochib ketamiz. Xo'sh, mana bu yerda oq daraxt bor. Ana shuni tagiga yashirsam bo'ladi o'ylashimcha. Tak, chuqurroq va bo'ldi. Menda kirka yo'q, shuning uchun ham boricha mana shu 2 blok chuqurlikka shunchaki tashlab qo'yamiz. Ajoyib. Yo, do'stlar, yaxshi. Bo'ldi, ajoyib. 3 blok ham bo'ldi. Endi ketdik bu yerdan. Hech kim hech narsani bu o'rmonda yana nima qilib yuribdi ekan? Nimanidir yashirib qo'ydi-ku. Hozir ko'raman. Men umuman kutmagandim bu boladan bunaqa narsani. Nima ekan? Qanaqadir, shkaf turibdi, ichini ochaychi. Nima? Shuncha narsa qayerdan keldi? Qayerdan olgan pullar va